Statistik ma'lumotlarga qaraganda insonga eng tez ta'sir qiladigan kontent animatsion kontent ekan. Siz bu fikrga qo'shilasizmi? Izohlarda fikringizni kutaman va ungacha eng so'nggi animatsion yangiliklarni e'lon qilaman. Prime Video'ning mashhur animatsion seriali Invincible 4-mavsumi 2026-yil 18-mart kuni tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Yangi treylerda qahramonlar o'rtasida keskin va qonli to'qnashuvlar markazga chiqadi. Serialda Mark Grayson super qahramon sifatida rivojlanadi va otasi Omni-Man bilan kurashadi. Invincible 4-mavsumi kuchli drama, qurbonlik va katta yo'qotishlar bilan eng shiddatli mavsumlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Netflixda yana bir o'ziga xos yangilik. Netflix 2026-yilda yangi animatsion film chiqarmoqchi. Unda ikki hayvon o'z tanalarini almashadi. Kichik o'rmon hayvoni va sho'x qush bir-birini tanasida hayot kechiradi. Ular birga sarguzashtga chiqib, turli kulguli va qiziqarli vaziyatlarga duch keladi. Film yorqin ranglar va jonli tabiat sahnalari bilan suratga olingan. Rejissyor so'zlariga ko'ra, film kulgu, hissiyot va hayotiy spektaklga to'la bo'ladi. Buyuk bobolarim bolaligi animatsion turkum esingizdami? Aynan shu turkum premyerasidan so'ng bizga juda ko'p yana qachon ko'rsak bo'ladi degan izohlar kelgandi. Hozirgi aytadigan yangiligim aynan shu izohlar egalari va film ixlosmandlari uchun. O'zbekiston kinematografiya agentligi o'z Telegram sahifasida fevral oyini bepul filmlar namoyishi deb e'lon qildi. Unga ko'ra siz 2025-yilda ishlab chiqarilgan eng yangi o'zbek filmlarini va animatsion filmlarni 25 kun davomida O'zbekiston Milliy kino san'at saroyida mutlaqo bepul tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Animatsion filmlarimiz har kuni soat 14:00 dan 14:30 oralig'ida namoyish etiladi. Va yana bir yangilik, Saxovat, Zumrad va Qimmat xatolar mamlakati nomli animatsion filmlarimiz ham tugallanish arafasida. Saxovat filmi sahrodagi savdogarlar va ularni duch kelgan sinovlari orqali saxiylik, mehnatsevarlik va qanoat qadrini ko'rsatsa, Zumrad va Qimmat animatsion filmida esa bir oila a'zolari bir-birini tushunib, mehr va qanoat bilan orzulariga erishish mumkinligini o'rgatadi. Xatolar mamlakati multfilmida birgina qilingan xato qanchalik katta ishlarga sabab bo'lishi ochib berilgan. Yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimning bir qismi shulardan iborat edi. Keyingilarini bilish uchun videoga like bosib qo'ying. Ko'rishguncha.